Assalomu alaykum Farg'ona teri bozor obunachilari. Xudo xolasa biz ish kunlarimizni boshlab olganmiz. Bugun sizlarga arradan skan to'sinlarimiz va yumaloq to'sinlarimizni narx-navodan chiroyli qilib optim narxlarda yoritib beramiz. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Eng arzonda vodiy bo'yicha eng arzon birinchi qo'l terilarimizni obzor qilishni boshladik. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Qumtepa teri bozorida joylashgan. Birinchi arradan chiqqan to'sinlarimiz mana 7.15 uzuni 4.5 metrli to'sinlarimiz. Bularda donasini 130 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin xuta mashini 7.13 bor. Mana shu ko'rinishda faqat eniga kichkina 7.13. Uni 110 ming so'mdan qilib beramiz. Xudo xolasa ertaga chiqadi u to'sinimizdan. Keyin 7.15 uzuni 4 metrligimiz bor mana. Quruq, xudo xolasa kastivalari zo'r bo'ladi ham. Bularda 110 ming so'mdan qilib beramiz. 7.15 ni 90 mingdan 7.13 ni qilib beramiz bularda. Keyin kalta razmerlari bor 7.13 to'sinlarimiz. Aradan chiqgan o'shalarni ham narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Strapilalarimiz bor mana 12 ga 4, uzuni 4.5 metrli, 50 ming so'mdan bu jupligi. 12 ga 4, uzuni 5 metrli strapila bopimiz bor. Bu 70 ming so'mdan buni qilib beramiz. Reykalarimiz bor. 4 ga 4 reykalarimiz, uzuni 4 metrli, 4.5 metrlilari bor. Bularda 4 ming so'mdan metrini qilib beramiz. Kalta razmerlarini arzonroq qilib beramiz. Keyin 6 metrli endi yumaloq to'sinlarga navbat. Yumaloq to'sinlarimiz bor mana 6 metrli to'sinlarimiz. Holatlari juda ham zo'r. Sirazu olib tashaverasizlar. Juda ko'p birinchi bo'y mana taylarni ko'rishlar mumkin. Haqqoniy ko'kteridan chiqqan to'sinlarimiz uzuni 6 metrli. Dolasi bularni garantiyalari bilan sotamiz mana. Ko'kterayligi mana qo'zag'idan bilsalar bo'ladi. Ko'pchilik qo'zag'idan ajratadi. Buni narxini 200 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin yana bitta ko'kterayligini isboti kalifor mashina bo'lib 6 metrli bo'lib o'smaydi. 4 metrda to'xtaydi kalifor yo'q ishayib ketadi. Keyin 5 metrli to'sinlarimiz bor. Mana sredniy to'sinlarimiz bu. Bularda 160 ming so'mdan qilib beramiz. 5 metrli sredniy to'sinimizni. Burada quruq to'sinimiz turibdi, 5 metrli. Bularni 150 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yangi chiqqanlarni ham 160 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz bularni. Uzuni 5 metrli to'sinlarimiz, sredniy to'sinlarimiz bular. Keyin 5 metrli baquvvat to'sinlarimiz bor. 5 metrli baquvvat to'sinlarimizni 190 ming so'mdan qilib beramiz. Bularni ichigacha shunaqa bir xilda baquvvat bo'ladi. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi. Baquvvatligi, quruqligi, sifatlari haqqoniy ko'kteridan chiqqan bular. 190 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Keyin harilarimiz bor. Bular metrini 100 ming so'mdan qilib beramiz. 4.5 metrli to'sinlarimiz bor. Keyin mana 4.5 metrli to'sinlarimizni 120 ming so'm, 4 metrli baquvvat to'sinlarimizni 130 ming so'm, 4 metrli sredniy to'sinlarimizni 80 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 6 metrli sarroplarimiz bor mana. 6 metrli sarroplarimizni 80 ming, 75 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. 50 mingdan strapila bopini qilib beramiz. Mana. Keyin 5 metrli sarroplarimiz bor. Bularni 60 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlar juda ham zo'r. 60 ming so'mdan 5 metrli sarroplar. Arzon narxda. 5 metrli ustunchalarimiz bor keyin. Uzuni 5 metrli. Bular ham narxini juda arzon narxdan qo'yapmiz. 30 ming so'mdan bularni qo'yib beramiz. Xudo xolasa, hayitga yaqin bitta katta chegirma qilamiz inshaalloh sizlarga, obunachilarimiz uchun. 30 ming so'mdan bularni qilib beramiz. 5 metrli uzuni ustunlarimiz. 3 metrli to'sinlarimiz ham bor. 3 metrli to'sinlarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin mana u ro'parada ham 4 metrli to'sinlarimiz turibdi. Assortilarimiz juda ham ko'p. 80 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Keyin 4.5 metrli baquvvat to'sinimizni 150 ming so'mdan qilib beramiz. Mana bular hali padbordni pachka bo'ladi. Mana shu ko'rib turganlar 150 minglik 4.5 metrli bular. Yonida 4 metrli dirochkalarimiz turibdi. Bularni 18 ming so'mdan qilib beramiz, xudo xolasa, eng optim narxlarda. Keyin garbili vassalarimiz bor. Garbili vassalarimizni to'sinlar tevasiga. Bularni 15 ming so'mdan
kvadratini qilib beramiz. Bular garbili vasta bular. Yana bir ikki xil vastamiz bor, o'shalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu vastamiz bor, yangilik bu ham. 12 ga 2 lik qilib chiqartirganmiz. Bir xilda, mana shu ko'rib turganlar bo'ladi. 12 ga 2. 12 ga 4 обрезноyimiz o'rtasidan tirdirtirganmiz. Zakaz asosida. Bularni kvadratini 20 ming so'mdan qilib beramiz. Bir xilda 12 ga 2 bo'ladi. Katta kichik ingichka bo'lmaydi bular. Mana terilishlari juda ham zo'r chiqqan bu vastamiz ham. Necha kvadrat desalayim bor. Bunda 90, 50, 60 bo'lsa 600 kvadratcha bundan vastamiz bor ekan. Kvadratini ham aytib o'tib ketyapmiz. 20 ming so'mdan sizlarga qilib beramiz buni. Mana bunaqa lapet vastamiz bor. Mana xudo xolasa yangi terilyapti. Bu vastamizni 2 metrli lapet vasta deymiz. 2 metrli lapet vastamizni kvadratini 17 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. Xudo xolasa kvadratlari juda ham zo'r chiqadi. Bu ham kassibalari zo'r. 17 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Terilishlari vastamizni, lapet vastamiz bu. 17 ming so'mlik vastamiz bu. Vastalarimiz ham kvadratlari cheklanmagan holatda bu 15 minglik garbili vastalarimiz bular. Keyin mana 2 metrli shox vastamiz. Buni kvadratini 10 ming so'mdan qilib beramiz. Kalta bruslarimizdan 3,5 qoldi. Qolgan razmerlari yana chiqadi. 3,5ni 70 ming so'm, 3ni 60 ming so'm, 2,5 qilib 5 ming berdik. İkisini 35 ming so'mdan berdik. Kalta bruslarimizni razmerlari 7 ga 13 bo'ladi. Keyin kalta brusnoylarimiz ham bor. Bu ko'rib turganlar 2,5 metrli 25 ming so'm, 3 metrli sana 30 ming so'm qilib beramiz. 4 metrli chorqirralarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. 4 metrli chorqirralarimizni muruvlatlilarimiz 12 ga to'larimizni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lasa metrli lagalarimiz ham bor. 4 metrli lagalarimizni 40 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'lasa kimga sifatli terak mahsulotlar zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz.